Yulduzsiz tundagi vahshiylik yoxud o'z bolasini yoqib yuborgan ona. Hayotiy voqea. Mana, Nargiza va Muhiddinning to'ylari bo'lganiga 1 yil bo'lib, o'g'illi bo'lishdi. O'g'liga Humoyun deb ism qo'ydilar. Ular bir-birlarini sevib, sevilib, o'ldim-kuydim-u oh-vohlar bilan turmush qurishgandi. Sevishganlar o'rtasidagi katta dushman bu rashk. Rashk bular o'rtasida ham o'z kuchini ko'rsatardi. To'yi bo'lganidan so'ng ham yangi kelin kuyovlar it mushuk bo'lib janjallashishardi. Hech vaqt o'tmay esa yana Layli Majnunga aylanishardi. Hatto bir kuni Nargiza Muhiddinning ishxonasiga ham do'ppaygan qorni bilan janjal ko'tarib borgandi. Shunda boshlig'i avval oilangni tartibga sol, keyin ish deya Muhiddinni ishdan bo'shatib yubordi. Nima emish? Ishda ko'p qolib ketyapsiz. Birortasi bordirki ko'p qolyapsiz emish. Mana, o'g'illi bo'lib osilib qolar deya kattalar insofga chaqirishdi, ammo janjallari ko'paydiki, ammo kamaymadi. Va nihoyat Nargiza qo'rqqan narsa sodir bo'ldi. Muhiddin xiyonat qildi. Bo'rining og'zi yesa ham yemasa ham baribir qon ekanda. Yurmay shuncha haqorat eshitgandan yurib eshitganim ma'qul deb javob berdi Nargizaga. Bo'ldi janjal, bo'ldi to'palon. Hatto chaqaloqni ham tashlab o'sha ayolning uyigacha borib to'palon qilib kelishgacha bordi. Oxiri bo'lmadi. Kattalar ajrashinglar deb aytishdi. Ammo o'rtada bola bor. Muhiddin o'g'lini o'zi bilan olib qolmoqchi bo'ldi. Lekin Nargiza rozilik bermadi. Aytishicha, qachondir yalinib borar ekan. O'g'limni ko'rgani borasan-ku hali. Oyog'imga yotib yalinmasang, otimni boshqa qo'yaman deb baqirdi. U o'g'lini ko'rsatmadi, ammo o'zi ham o'g'lining yuziga ham qaramasdi. Xayolida faqat xiyonatkor eridan qanday qilib qasos olish edi xolos. Goh ishxonasiga borib janjal qilib qaytar, goh kim bilan gaplashdi deb eshitgan bo'lsa, o'sha qizning mahallasiga borib janjal ko'tarib kelardi. Ammo bir tun. O'sha tun osmonda yulduzlar ham yo'q edi. Hatto oy ham yuzini ko'rsatmadi. Balki yulduzlar shu tun yer yuzida bo'lajak vahshiylikni sezgandir. Ko'rib, hech narsa qila olmay yig'lashini payqagandir balki. Shu tun yer yuzida vahshiylik sodir bo'ldi. Nargiza erini qamatish maqsadida o'z jigarini, yuragining parchasini, hali endigina 6 oylik chaqalog'ini og'zini skotchladi. Qo'l oyog'ini ham skotchlab molxonaga, somonlar orasiga ko'mib tashladi. Mittigina farishtaga bu azoblar kammidi. Ammo bu ayol shu bilan qoniqmadi. Molxonaga o't qo'yib yubordi. Yer yuzida vahshiylar tomonidan yana bir vahshiylik sodir bo'ldi. Molxona lovillab yondi. Bu azoblarga chidolmagan go'dak hatto baqirib yig'la olmadi ham. Faqatgina farishtalar. Chida, yana ozroq chida jajjiginam, seni jannatlarga olib ketaman. Hammasini unutasan. Jajjiginam yana ozroq chidagin, hozir seni uzoq-uzoqlarga olib ketaman. Bu dunyoning vahshiyliklariga ming la'nat deya ko'z yosh to'kardi. Xaloyiq olovni o'chirishga kirishdi, ammo endi kech edi. Farishtalar mitti go'dakni osmonlarga, jannatlarga quchgancha olib ketgandi. Tong otdi. Nargiza ko'zida bir tomchi yosh ham yo'q, hamon o'ch olishni o'ylardi. Militsiya xodimlariga erim o'g'limni o'g'irlab ketdi deya arz qilib bordi. Militsiya xodimlari Muhiddinni qamoqqa olishdi. Ammo u nima bo'lganini bilmasdi. Faqat bir so'zni, o'g'lini sog'inganini, uni hamon ko'rmaganini aytardi xolos. Tergov, surishtiruv ishlari boshlanib ketdi. Qo'ni-qo'shnilarning gaplaridan asoslanib Nargizaning uyida tintuv o'tkazishdi va og'ilxonadan ko'mirdek qorayib qolgan chaqaloqni topishdi.
Tekshirib bilishdiki, bu mitti farishta dunyolarga kelib ona deb so'zlolmay ketgan jajjigina farishta o'z onasi qo'lida uvol bo'lgan Humoyunjon edi. Bu qismatga hatto butun xaloyiq, yer va osmon ham yig'lashdi. Johil, vahshiy ona 16 yilga qamaldi, ammo u qamoqdan chiqar. Lekin mitti farishtani hayotini kim qaytarib beradi? Hayot beshafqat deymiz, ammo hayot emas, insonlar emasmi asl shafqatsiz?